Maxtumquli Firag'i Türkmen xalqining buyuk shoiri. Türkmen adabiyoti osmonining yalqimli yulduzi va Türkmen adabiyotining asos va bunyodini asos qo'ygan buyuk shoir va ilshunos Maxtumquli Firag'i hazratlaridir. Davlat Muhammad Azadi o'rta yoshida ilki bilan O'rozgul adlı ayol bilan turmush qurib va shol ayoldan 5 o'g'il bir qiz amala kelyor. Maxtumquli Firag'i bo'lsa shularning 3-chisidir. 1713 milodiy yil 1173 hijriy qamariy yilida Gunbat Kavus'un Acıg'o'shan mahallasida inidan bo'lib va ilkinchi o'quvni atasi Davlat Muhammad Azadining yanında o'rganiyor. Shoirning o'zi bu haqda bo'yla diyor. Dua qilib javru jafa aksardir. Ilm o'g'ridan ustad qiblam padardir. Davlat Muhammad Azadi o'g'li Maxtumquli Firag'ining buyuk aqldor arif va shoir bo'lib yetishmaginda buyuk o'rin o'ynabdir. Maxtumquli 9 yoshida Hacı Qo'shaning maktablarining birida o'quvni boshlayor va biroz vaqtdan so'ng she'r yozmoq ishi bilan mashg'ullanıyor. Ol atasining butun asarlarini o'qimoqdan tashqari, oba g'ishlag'in qari va yosh ulularidan atalar so'zining xalq rivoyatlarini va durli to'ysli qo'shiq g'azallari, ertaki va qissalari juda havas bilan dinglab eshitiyor ekan. Maxtumquli bir necha ulanandan so'ng fars, arab va turk shoirlarining asarlarini misol Alisher Navoiy, Fuzuli Genjali Nizami, Firdavsi, Umar Khayyam, Saadi, Hafiz va Mirza Abdul Qadir Bidilyan olimlarning go'zal va ajoyib asarlarini o'qib, ularning asarlari bilan g'uvuja tanish bo'libdir. Ularning qatorida bo'lmoqligini istabdir. Maxtumquli ilki bilan Libab bo'yinda G'izil Ayoq obasindagi Idris Baba adli madrasada o'qiyor. So'ng Buxorodagi Go'ktash adli o'quva getiyor. Maxtumquli hazratlari G'izil Ayoq obasinda Idris Baba adli Turkistondagi Hoji Ahmad Yasaviy va Xivadagi Sherg'azi madrasalarida dars o'qiyor. Ol o'qiyon vaqti o'z-o'zidan cheparchilik va zehnlilik ko'rkazanligi uchun Sherg'azi madrasasining ustodi va mudarrisi Hazrat Pahalvon qaysi bir yere giden vaqtida mudarrislik burjini ham bajariyor. Va ol madrasani ijtihod darajasida tamomlandan so'ngra atakisbi zargarchilik bilan mashg'ullanıyor. Mavsuf Sherg'azi madrasasi haqida bo'yla deb aytıyor. Mekan ilab 3 yil idim do'zing'i, gidar bo'ldim xo'shqal go'zal Sherg'azi. O'tirdim qishing'i Navruz yozing'i, gidar bo'ldim xo'shqal go'zal Sherg'azi. Maxtumquli chaqiliqdan ko'rishib tanishib yuran daisining qizi Menglijon bilan suyishib boshlayorlar. Maxtumquli Menglijona Farhat yaniki Shirinni so'yordi, yurakdan yaxshi ko'riyordi va Mengliyani qiz Perida ham yo'q diyordi. Shoiring o'zi bu haqda: perda tartib yuzlarima, rayish berib so'zlarima, Maxtumquli ko'zlarima yeka mengli xon ko'riniyor. Maxtumquli ko'zlarima yeka mengli xon ko'riniyor. Maxtumquli 18 yoshina baranda o'z dayizasining qizi Menglijoni so'yib boshlayor. Menglijonim uni yurakdan so'yyor. Ammo Maxtumqulining ota va og'asi o'lmakli sababli go'zaran turmush va yog'daylar qiyinlashyor. Mengligiz do'g'onlari qizning roziligina va noroziligina qaraman Menglijoni baxsha bir yere beribdirlar. Mengligiz ham ag'lab gidibdir. Shoiring Mengligizga baxshlab shulardan ayrildim degan qo'shig'isi: ayrildim g'uncha gulumdan, siyah sachi sunbulimdan, xush ovozli bilbilimdan, shirin guftardan ayrildim. Iyli go'klang, adi mengli, nazli dildardan ayrildim. Mengligizning uzoq bo'loni shoira ko'p manfi ta'sir tashlayor. Ondan so'ng Maxtumquli Aqqiz bilan turmush qo'yib, ondan 2 o'g'il bo'libdir. Sari Molla Babak 7 yoshida va Ibrohim o'g'li 12 yoshlarına baranda olamdan o'tib, chaqalarning yoshlig'ida o'lmaga shoira g'ati ta'sir edibdir. Shoiring o'zi bu haqda şöyle diyor: "Bolsa yigiding zariyadi, o'linde tutulmaz adi, tutaşmaz sinaning odi, boshda xiyoli bo'lmasa."
Türkmen halkının şairi halkın dörüdün dastanlarını ve hem de rivayetlerini il ulusa düşnükli dilde hem halk aydımlarının ahenginde yazmağa başlaptır. Ol öz zamanısının büyük, hormonist insanı sıfatında halka degişli heyme meseleleri sözlerinde islep, sonqalara yadgar kaldırmağını isteptir. Maxtumquli, sözle herne bilenin, özüne kimlik bil dimen ölenin, taraşlap şağlat gyn göngline gülenin, senden sonqalara yadgar bolor. Buyuk Maxtumquli Frağının ustatlığına her neçe baha bersen de, onun Türkmen adabiyatına girizen tazelikleri, halkına eden hizmetleri, dolu görkezmege azlık ediyor. Frağı dine buyuk çeperçilik, münasip ustalık, ve hem de sadalık bilen halk köpçiliğine düşnüklü bolan dilde eser dürmege başlaptır. Halk durdaycılığının ummansız baylık çesmesinden okuları bilen paydalanıp, özünün ölmez yetmez yadgarliklerini el ulusa bağışlaptır. Şonun için Maxtumquli'nin eserleri cemaat köpçiliğine bolup, söylüp okulmağına, dinlemegine, aydıma uğrulmegine hem yüzlerce muşakkatlı yılların içine söküp canlı kitapların üstü bilen, Türkmen davrına yetip ulu mertebe yetişmegine sebep oldu. Maxtumquli Frağı buyuk hormonist şair bolup, İrman harman giyce gündüz işleptir ve öz Türkmen halkına elinden gelen hizmetini edip, ölmez yetmez eserler dörediptir. Ve şu deyip dünya edebiyatının eksilmez hazinasını öz goşandını goşuptur. Ya uzvul celalım, ya yaradan kadir kudretli cabbar, armanda goymağın, ya zul celalım. Nefsimin rayında keremli gaffar, hayranda goymağın, ya zul celalım. Saklagıl gaygudan, gamdan, mehnetten, halı kılma dünyalıktan, devletten. Na umid etme, şefaattan, nobattan, dermanda goymağın, ya zul celalım. Tenim kesel kılma özümni gallaç, gönlüm giyin et, goyma acu yalanaç. Zulme duş etme, namarda muhtaç, ummanda goymağın, ya zul celalım. Aya kadir senden kudretli kim bar, keremin güçlüdür günahım bisyar, bir zalim kolunda ilap giriftar, fermanda goymağın, ya zul celalım. Maxtumquli şehrim bolsa şanında, hayra dönder arman goyma canında, dünya ahir dost düşmanın yanında, şerimde goymağın, ya zul celalım. Tertip veren Muhammed Zahir Danışçu.